أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahmetullah aleyhinin Adab Axlaq haqqidagi Al-Adabul Mufrad namlıq hadis kitabı 18. bab 34. hadis. Abu Kasir Suhaymi degan kishi hadis so'zlab mundaq deydi. Men Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini angladim. Qandaq bir kishi meni anglasa, Yahudi yoki Nasrani meni anglasa, meni yaxshi ko'rib qoldi. Chunki men onamga men islom to'g'rilashni xohlaydim. Men onamga islomni xohlaydim. Islomga kirishni umid qilatdim. U unumaydi. Men uningga desam, islomga kiring desam unumadi. Shuning bilan men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, payg'ambar alayhissalomga munda dedim. Allah Taalaga anam uchun duo qilgan bo'lsizlar dedim. Shuning bilan duo qildi va onamning qishig'iga kelsam, eshikni qulplab etibdi. Eshikka qulp sepib qo'yibdi-da. Shuningdan keyin onam uyning ichida turib, ya'ni unda dedi. "Ey Abu Hurayra, men musulmon bo'ldim" dedi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bu ishni xabar qildim va mundaq dedim. Men uchun va onam uchun duo qilgan bo'lsizlar desam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam duo qilib mundaq dedi. "Ey Alloh, sening bandang Abu Hurayra va onasini u ikkisini insonlarga suyimli ko'rsatgan, yaxshi ko'rsatgan, ya'ni insonlar u ikkisini yaxshi ko'rib qolsin" deb duo qildi. Bu hadis Hasan Mishkatda debdi. Al-Mishkat degan kitobda bor debdi. Ya'ni Albani men 6 sahih kitobning birasida bu hadisni uchratmadim debdi. Shundan keyin bu kitobni tahrirlagan kishi shunday debdiki, balki u sahih Muslimda buningdan to'liqroq holatda kelgan. Balkim bu Albani rahimahullohninki unutib qolganligi sababdan bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki bu hadis to'liqi bilan sahih Muslimda rivoyat qilingan ekan. 19-bab. Ota-onasi o'lib ketgandan keyin ota-onasiga yaxshilik qilish deydi. Ya'ni ota-onasi o'lib ketgandan keyin ota-onasi qanday yaxshilik qilishning bobi. Abu Usayd degan kishi qavmiga hadis so'zlab berib mundaq degan. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida edik. Shundan keyin bir kishi munda dedi. "Ey Allohning payg'ambari, ota-onam o'lib ketgandan keyin ota-onamga yaxshilik qilgan bir ish qoldimi? Men o'sha kishiga yaxshilik qilsam" degandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq 4 ish bor dedi. Ya'ni o'sha kishiga duo qilish va o'sha kishi uchun istig'for talab qilish, Alloh taolodan ota-onasining gunohining mag'firat bo'lishini talab qilish va o'sha kishining va'dasini o'rinlash. Ya'ni ota-onasi hayot vaqtida bir ishga va'da qilgan bo'lsa, ahd qilgan bo'lsa va ahdisini, va'dasini ishga o'rinlashtirib oshirib bo'lmay turib o'lib ketgan bo'lsa, farzandlari ota-onasining o'rnida ota-onasining va'dasini o'rinlab qo'yish va u ikkisining do'stini hurmat qilish va sil rahimni ulashki, shu ota-onasi tarafdan bo'lgan sil rahim shuni ulash deydim. Ya'ni ota-onasining tuqqanlari tarafdan bo'lgan sil rahimni, tuqqandachilikni ulash. Ya'ni eng oldin bilan shu sil rahimni ulaysiz demoqchi. Ya'ni emildashlik va kaza boshqa ulaydigan boshqa munosabatlardan ota-onangiz tarafdan bo'lgan sil rahimni birinchi bo'lib ulaysiz demoqchi. 36 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Meyitning o'lib ketgandan keyin darisi yuqori ko'tarildi. U mundaq deydi. "Ey Rabbim, bu qaysi ishdan bo'ldi?" deydi. Uningga deyildiki, sening farzanding sen uchun istig'for talab qildi. Ya'ni sening farzanding sen o'lib ketgandan keyin sen uchun davomli istig'for talab qilib, duo qilib turg'ashqa, sening darajang yuqori ko'tarilib ketdi. Buning sababi mushu deb sababini Alloh taolo u kishiga bayon qilib bergan. 37 hadis. Muhammad ibn Sirin den rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Biz ma'lum bir kechada Abu Hurayra radhiyallohu anhuning qishida edik. Abu Hurayra mundaq dedi. "Ey Allah, Abu Hurayrani mag'firat qilgin va uning onasini mag'firat qilgin va Abu Hurayra bilan onasi ikkisiga istig'for talab qilgan kishini ham mag'firat qilgin" dedi. Muhammad ibn Sirin G'olib degan kishiga shundaq deydi.
Biz Abu Hurayra va uning onasiga istig'for talab qilatdik. Shu ikkisi uchun istig'for talab qilatdik Alloh taoladan. Hatto biz Abu Hurayra roziyallohu anhuning duosiga kirishimiz uchun. Ya'ni Abu Hurayra roziyallohu anhu men va onamga istig'for talab qilgan kishining gunohini mag'firat qilibsizlar deb Alloh taolaga duo qilgan bo'lg'achqa, Abu Hurayrani mag'firat qilgin va onasini mag'firat qilgin deb duo qilib qo'yatdik debdi. Ya'ni buningdan ilinadigan foyda, agar biz Abu Hurayra roziyallohu anhu va onasi uchun Allohumma g'firli Abu Hurayra va li ummiha deb duo qilib qo'ysak, o'sha Abu Hurayra roziyallohu anhuning va liman istaghfara lahuma biz ikkimizga duo qilgan kishining gunohini mag'firat qilgin degan kishilar qatoriga kirdik ekanmiz. 38-hadis Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Banda o'lib ketsa, uning amali uzilib qoldi. Faqatla 3 ishdan boshqa deydi. Ya'ni sadaqa jariya. Yoki uningdan foydalanib turadigan ilm. Yoki uning uchun duo qilib turadigan solih farzand. Am bu hadisda demoqchi bo'lg'ini, bir kishi o'lib ketgan bo'lsa, uning amali shu o'lish bilan oyoqlashdi, tugab ketdi. Uningga savobi yetib turdig'ini, uning hayot vaqtida sadaqa jariya o'rni qilib qo'ygan sadaqalar, ya'ni masalan masjid silish, yo'l silish, maktab silish va uningdan boshqa sadaqa jariyalari. Uning ilmi deydi, foydalanib turgan ilmi, masalan kitob yozib qoldirgan bo'lsa yoki taliblarni tarbiyalab o'zining ilmidan qoldirgan bo'lsa, shu ilmi kishilar orasida tarqagan bo'lsa, kishilar o'rgangan bo'lsa va o'rgatgan bo'lsa, uning savobi shu ustozga, shu ilm ahliga yetib turdi. Va solih farzandi uning uchun duo qilib turgan bo'lsa, shu duosi tufaylidan uning darajasi texim o'rlab, uning amallariga, yaxshi amal qo'shilib turdi. Bu yerda farzand demadi, balki solih farzand dedi. Agar uning bolasi fojir, fosiq bunda bo'lib qolgan bo'lsa, u chaqda u fojir, fosiq bola har qancha duo qilsa-mu, uningga savobi bo'lmaydi. 39-hadis Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, ma'lum bir kishi mundaq dedi: "Ey Allohning payg'ambari sallallohu alayhi vasallam, mening onam tugab ketgan va vasiyat qoldirmagan. Men uningga tab sadiqa bersam, uningga manfaat yetamdi, uning foydasi bo'lamdi" degan ekan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq deb javob berdi. Ya'ni farzandlar ota-onasining o'rnida ota-onasiga atab turib sadiqa bersa, buning savobi ota-onasiga yetadi demoqchi. 20-bab. Dadisi sil rahim qiladigan, munosabatni ulaydigan yoki yaxshilik qilgan kishiga yaxshilik qilishning bobi. 40-bab. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilindiki, ma'lum bir a'robiy safarda ularni qishni o'tib qoldi. Bu a'robiyning dadisi Umar radhiyallohu anhuning do'sti edi. Ya'ni bu kishining dadisi Ibn Umarning dadisi bo'lgan Umar radhiyallohu anhuning do'sti edi hayot vaqtida. Abdullah ibn radhiyallohu anhu bu a'robiyga dedi: "Senin falonchining bolasi emasmi?" degandiki, shunda dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu ular navbatlashib, ya'ni o'zi boshqalar bilan navbatlashib, minadigan eshikini o a'robiyga beribdi. Xuddi hozirgi zamondagi o'zining mashinasini berayotgandeklar martlik qilib beribdi va beshidan sallisini ilib uning berdi. Uning bilan billa ketib atgan safardoshlardan ba'zisi uning 2 dirham bersan kupay qilmamdi dedi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu shunda dediki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Dadang yaxshi ko'rgan kishilarni muhofazat qilgin va u sil rahimni ulardan sil rahimni uzib qo'ymag'in. Unda qilsang Alloh taolo sizning nuringni o'chirib qo'ydi." Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Shuning uchun men dadamning do'stining balsiga yaxshilik qilib, xuddi dadam sil rahimni ulug'andek, sil rahimni uludim demoqchi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisiga asosan. Ya'ni ularda munosabatni uzib qo'ysang, Alloh sening nuringni, chiriqingni o'chirib qo'ydi degani, u kishining, u farzandining ota-onasi o'lib ketgandan keyin ota-onasining do'stlari, yaqinlari, tuqqanlari shu kishining dadasining o'rni bo'ldi asli. Bu bala dadamning yaqinlari ekan, dadamning do'stlari ekan, dadamning tuqqanlari ekan deb sil rahimni ulasa, uzib etmasa, bu balaning beshi qiyinchilik tushgandimi, bu odamlar
bizning do'stimizning, bizning tuqqunimizning balasi edi deb yenida yaqindan yordamda bo'lib, u balaning beshini silaydi. Xuddi uning nuri o'chib qolmagandek, chiriq o'chib qolmagandek bo'ladi. Bu gapning ma'nosi shu. 41-hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilib, u mundaq degan: yaxshilikning eng yaxshiligi yoki vafodorlikning eng vafodorligi bir kishining o'zining dadisi yaxshi ko'radigan kishilarga sil rahimni ulushidir. Ya'ni dadisi yaxshi ko'rgan, dadisining do'stlari bo'lsin, og'inlari bo'lsin yoki urug' tuqqanlari bo'lsin, dadisi hayot vaqtida sil rahimni ulab, yaxshi ko'rib aralashib o'tgan, do'stlashib o'tgan kishilarni dadisi o'lib ketgandan keyin u farzandi yo'qlab sil rahimni ulab yaxshilik qilib tursa, mana bu yaxshilikning yoki vafodorlikning eng yaxshisi debdi. Yuqorqi hadislardan ilinadigan mazmunlar Abu Hurayra radhiyallohu anhuning fazilati, ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning: "Ey Alloh, Abu Hurayrani va onasini bütün kishilarga yaxshi ko'rsatgin, suyumli ko'rsatgin" deb duo qilgan. Chunki Abu Hurayra radhiyallohu anhuning yaxshi ish izlarini, yaxshi siratini anglagan va o'qigan kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhuni va onasini yaxshi ko'rib qoldi. Ve Abu Hurayra radhiyallohu anhuga istig'for talab qilgan kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhuning: "Ey Alloh, men va onamga istig'for talab qilgan kishiga mag'firat qilgin" degan duosi qatori kiralaydi. Va miyitning har qanday amal uzilib qoladi o'lib ketgandan keyin. Ammo uning tarbiyalab qo'ygan yaxshi solih farzandi va ilmi, qoldirgan ilmi va sadaqa jariyalari uningga davomli foydasi tegib turdi. Va yana uningdan boshqa ota-onamiz o'lib ketgandan keyin ota-onamizning urug' tuqqanlariga va do'stlarga sil rahim qilsa, xuddi ota-onamizga sil rahim qilgandek bo'ladi. Va ota-onamiz o'lib ketgandan keyin ota-onamizning haqqida sadaqa berib qo'ysak, uning foydasi ota-onamizga tegadi. Duo qilsak, duolarimiz yetib bordi va shu sababdan ota-onamizning jannatdagi darajasi yuqori ko'tarildi.